Assalomu alaykum hammaga. Ovozim yaxshi boryaptimi qizlar? Hammasi asta kirib olaveradi. Kim gapirmoqchi? Nima o'zgarishlar, nima anglashlar, qaysi praktikalar bajarib ko'rdilaringiz? Hammaga assalomu alaykum. Yulduz, siz gapirish xohlaysizmi? Gapiringchi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Aha. Ovoz sifati yaxshimi? Yaxshi boryaptimi? Ovoz Texnik yaxshi kelyapti, nosozlik. lekin men hozir gapirolmayman. Non yopib, sizni eshitmoqchi edim. Non yopayotgandim. Ha. Praktikalar bajardingizmi? Nimalar angladingiz? Nimalar o'zgartirdingiz? Bajardim, yaxshi. O'zimda shu tinchlanishni his qilyapman, anglayapman. Men hamma narsaga meru bo'lishim kerak. Ovozingiz past kelyapti nimagadir. O'zim uchun yashashim kerak. Men uzoqroqda edim, aytyapman-ku, non yopayapman. Keyinroq gapirardim. Aha, eshityapman. O'zingiz uchun yashash Hozir fikrlaringizni men bildingizmi? Молодец. shularni angladim. Shu faqat o'zim uchun yashab, o'zimni xursand qilishim kerak. Har narsaga jahlim chiqishi kerak emas deb shu shukronalikni his qildim, shukronalikni angladim. Shukrona men yashab turganimga, farzandlarimning borligiga, sog'ligiga shukronalik bilan yashashni angladim-da. Shu bu dunyoda faqat shukronalik bilan yashasang. Ichdan uyg'ongan, soxta bo'lmagan, ichdan uyg'ongan. Молодец. Haqiqiy shukronalik. Молодец. Aha, yana Yana shu nima deyishim mumkin shuda. sizga eng yoqqani qaysi praktikamiz bo'ldi? Eng yoqqani shu ota-ona praktikasi. Shundan ko'p ta'sirlandim. Qaysi? Boru ota-ona haqida praktika. Demak, qalbingizga shu yaqin borgan, a? Qalbingizga ichiga kirib. Aha, yana. Shu Nimani bajardingizmi? Ichki bolakay praktikamiz bor edi-ku, shuni bajardingizmi? U qanday ta'sir qildi sizga? uni bir marta bajardim. Bir-ikki marta bajarishga vaqtim bo'lmadi. Nimalar anglab qoldingiz? Nimalar? Sizni Yulduzga eshityapman. Mikrofonini. Yulduz, ovozingiz kelmay qoldi. Menimcha ishlayapman dedi. Yana aloqaga chiqasiz. Hali ishingiz bo'lgandan keyin, yoningizda bo'lganingizdan keyin hozir yana kim gapirmoqchi?
Saodat ikkinchi nimalik. Havzalik Saodat siz gapiringchi. Qaysi praktikalarimiz eng ko'p yoqdi? Treningda oldin kelganingizda qanday holatda edingiz? Hozir qanaqa holatdasiz? Nimalar angladingiz? Nimalar ochildi? Saodat gapira olasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatingiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Qandaysiz? Yaxshi. Treningimizda eng ko'p yoqqan praktika qaysi bo'ldi? Nimani ko'p anglab qoldingiz? Bu yerda nima deydi? Men sizga aytdim-ku, bir ota-ona haqida men ota-onam hayotini yashayapman ekan deb aytdim-ku. Ana shu yaxshi ta'sir qildi deyman men o'zimga. Молодец. Xo'p, qanday ta'sir qildi? Bilmadim, bu yerga kirishimdan oldin aytgan edim-ku men sizga. Hamma narsadan umidimni uzib yashagim kelmay qo'ygan edi. Hozir bilmadim, xursand bo'lib yashayapman. Молодец. Demak, treningimiz xursand qila oladi, ha? Молодец. Xo'p, ota-ona blogimizda qanday xursand bo'lib qoldingiz? Nimani angladingiz? Xursandchiligingizga qanday sabab bo'ldi? Taqdirini yashayotgan ekanman dedi. Hammasini ham bajaryapman, aytib vaqt bo'lmayapti. Nimagadir oldin rostayam bekor bo'lgan ekanman. Rostayam bekor edim. Hozir bilmayman, vaqtim yo'q. Shu aqal shuni eshitishga vaqtim bo'lmaydi. Hop, nimalar anglab qoldingiz? Qanday ta'sir qildi? Eng ko'p qaysi ma'lumotlar sizga yoqdi? Qalbingizga qaysi eng ko'p kirib bordi? Ha, deysiz-ku, ana shu eng zo'rida. Deysiz-ku. Ana shu sizning qalbingizning hujayralaringizga eng tublariga kirib borgan ana shu bo'ladi. Men ota-onam mavzusi deb o'yladim. Tushunmadim. Shu ota-onam mavzusi yaxshi ta'sir qildimi deb o'yladim deyman. Ota-onam taqdirini yashayapman ekan, demak o'z taqdirim. Siz aytganday men yurishga chiqib, boshqa qilib, unday narsalar bajarangam yo'qda hali. Qishloqchayda bir yerga jirib bo'lmaydi-ku. Bajarganlaringizni ayting. Link bo'tman, shunchagina kirsam. Bajarganlarim nima deydi? Kichkina kirganim ayting. Bajardim. Shu men sizga aytib berdim-ku, hozircha yaxshiman. Xudoga shukr. Shunchasiga ham. Qarang, kirganingizda turmush o'rtog'im bilan deganingiz, yashagim kelmaydi, meni har narsa qiladi deb minuslarni aytdingiz. Plyusga o'zgartira oldingizmi? Qanchalar o'zgartira oldingiz? Nimalar o'zgarildi? Minusda qanday edi, plyusga qanday o'zgardi? Holatingiz, ichki anglash. O'zimning holatim yaxshi. Xursand bo'lib telefon qilsa, boshqa qilsa yaxshi gapiraman. Uni holatini bilmadim. Shu bir tug'ilgan kunimda bir tabrikladi, kechirim so'radi-yu. Undan keyin ham o'tib yaxshiman. Turmush o'rtog'imiz tinch qo'yamiz. Biz haqimizda. Turmush o'rtoqlar qo'yamiz. Siz nimani angladingiz? Ichingizga nima kirdi? Nimani angladingiz? Nimani tushunib qoldingiz? Ichingizga qaysi praktika, qaysi ma'lumot kirib turib, mana shu bunday edi. Endi nima bunaqa bo'ldi deb turib. Qarang, aytdingiz-ku, meni jerkiya nima dedingiz? Aytdim-ku, menda kamsitilganday jerkiyardi. Hozir ancha yaxshi. Yana nima? Qanday holatdan qanday holatga? Masalan, odamda holati bo'ladi. Nimadirlar anglagandan keyin men shuni anglab qoldim degani beholat, zinaga o'tish. Qarang, xursandchiligingiz ham ichda nimadirlar porlagani. Shundaydir-da. Ichimdan xursand bo'lib yuribman-ku.
Nimani anglaganda Молодец. o'zim qilganim yo'qmi demak. Hujayra darajasida ishlaydi, gen darajasida ishlaydi. To'g'risi, anglamayotganingiz ham norma. Bajaraverganingizdan keyin e'tibor berasiz. Zo'r, молодец. Qarang, xursand bo'lib yuribman deganingiz, ota-onaning blogi, ota-onadagi nimalar mavzuyimiz menga ko'p yoqdi deyapsiz-ku, demak, ana shu ota-onaning hayotini yashab yurgan ekanman. Demak, qayerdadir yukdan xalos bo'lgansiz. Ularning taqdirini o'ziga berib, endi o'zim yashashim kerakku deb ichingizda qandaydir xursandchilik paydo bo'lgan. Молодец. Zo'r. Tabriklayman, Saodat. Xayrli bo'lsin. Sizga ham rahmat. Yana ham bajaring, xo'p? Xo'p. Yana ham ko'p bajaring. Qancha ko'p bajarsangiz, shuncha ochilasiz. Vaqt topishga harakat qiling. Vaqt o'tib ketaveradi, qarang. 20 nechiga kirgan bo'lsangiz, hozir 30 ga kirganmiz, nechiga kirgan bo'lsangiz, shuncha yil boshqa uchun yashaganingiz, vaqtingizni boshqalar uchun sarflaganingiz anglab qolasiz. Bugungi mavzumiz shu haqida bo'ladi, o'zimiz uchun yashash haqida. Turmush o'rtoqlar tinch qo'yaki. Mayli, boshqa. Yana nimadir deb. Yana nimadir demoqchimisiz? Yo'q, mayli. Boshqalarga ham savol bering. Bo'lishingizlar, men savol bermayman, sizlar bo'lishingizlar. Hop treningda nimani oldingiz, nima ichingizga kirib qoldi, o'zlaringiz bo'lishingizlar. Yana gapirmoqchi bo'lsangiz, mikrofonlaringiz yoqib bo'lishingiz mumkin, xo'p? Xo'p, mayli. Meni xursand qilasizlar. Rahmat, Saodat, bo'lishganingiz uchun. Yana kim gapirmoqchi? Va alaykum, Zamira. Salomatmisiz? Gapira olasizmi siz ham? Siz ham gapirasizmi? Yozyapsiz. Nima svez bo'lmayaptimi? Odam bor ekan oldida. Ikkinchi saodatimiz, gapira olasizmi? Samiraxon, keyin darsimiz davomida aloqaga chiqib gapirasiz, xo'p? Assalomu alaykum. Saodat. Assalomu alaykum. Alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Zo'rayeva? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Zo'r bo'ladi. Qanday holatingiz, anglashlar bo'lishasizmi? Mana men tayyor. Bo'yanib qo'ydim, bo'yanni debsiz. Zo'r, молодец. Energiya salyut. Boshi zo'r, asal, men go'zalim. Zo'r. Ancha nima deydi? Gibkoslik bor. Nima birinchi nima ko'rishganimizda bilasizmi? Qotib turuvdingiz. Молодец, zo'r. Ayollik o'tibsiz, qarang, egiluvchan. Mana qo'llaringiz mana bunaqa qilyapti-ku. Zo'r. Shu 12 kirganimda bo'yanib kiraver degan ekan, kichkinamda uxlatib bo'yanishga tushdim. Kecha bir sira erimni magazinga borib, bir sira bo'yang'ichlar oldim. Vau. Bir sira qolmagan ekan. O'zim uchun yashayim dedim. Молодец. Qarsoqlar bo'lsin, tabriklangizlar. Bitta ilohiy ayol uyg'onyapti. Молодец. Gruppadagilar tabriklangizlar. Qani nakleykachalar, yugurashchalarni Saodatxon uchun jo'natingizlarchi. Молодец. Erim ham nima kerak demay, xohlangni olib ber dedi. Hammasini bilmayman, rosa ko'p ko'rishdi. Olib ber dedi. Saodat, tabriklayman. Rahmat. Nimaga ko'rishmadingiz? Rasmlarni olib jo'natib, chiroyli joylar bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan, olgan narsalaringiz bilan tushunmayman sizlarni. Saxiylik bilan. Kecha magazinga chiqdi, shu kecha tort jo'natdim-ku, shuni tortni jediku, keyin haliga magazinga kirishdan oldin tortni jo'natibman, buni jo'natish esimga kelmabdi. Qarang, ayollikka ochilgan sovg'alar уже nima olsang olaver degan. Qarang, sen loyiqsan degan. Молодец.
jo'natib qo'ying. Hamma chiroyini turasiz o'zingizning go'zal yuzingiz bilan. Ha, xo'p. O'zim gipkisligingizni his qildim ko'rib. Birinchi videomizni ko'ring. Молодец. Ichingizda qotib toshlar, randalangan taqtalar qo'yib yuborib, hammamiz gipkislik o'tayapmiz. Молодец. Aya o'zi Zo'r. birinchi videomda ko'rib o'zim rosa xijolat bo'ldim. Молодец, tabriklayman. Hozir o'zi yosh bolamiz bor hozir. Yosh bolamiz bo'lsa ham bu yosh bola ham bahona bo'lmaslik kerak-da. Bu ko'ngilda bo'lsa harakat qilsa vaqt topiladi narsaga. O'zimiz yosh bolaliman, umuman bo'lman deb o'zimiz muammolar chaqirib olamiz-da. U ko'nglimizda bo'lsa hamma narsani uddalaymiz ekan. Hammamizda narsaga vaqt bo'ladi ekan. Anglashlar, ochilishlar zo'r, o'zini uyg'ongan, ichga qaytgan voобще. Ha, o'zgarishlar yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi. Hamma gaplaringiz ta'sirlar, hamma gaplaringizdan har bir so'zida ma'no borda. Hammasida ma'nilar, ko'ngilga yetib boradeganda hammasi. Tushunchalar keng bo'lsa. Men o'zim yaxshi tushuncha nimaga qilishga shu foydali sizdan yaxshi narsalar olishga harakat qildim. Rahmat. Treningda A holatdan B holatga nimalarni angladingiz? Qanday holatda kelgan edingiz? Qanday holatga o'ta oldingiz? Qaysi praktikalarimiz eng ko'p qalbingizga yaqin bordi? Hali bajaramizmi hozir? Aniqdan men asosiy muammoim sizga kelishdan sababim shu siz bilan bog'langan sabab. Hatto qizimni ko'p urishardim, ko'p qo'ymasdim. Zabimiz o'zi yaxshi qiz, rosa bama'ni qiz, odobli qiz. Nimagadir shunda ichimda nisbatan bir jin borda edi-da, ko'rsam urishqim kelaverardi. Hozir ana shu narsa jo'q bo'lib ketib, naborat boshqa narsalarim uyg'onib ketdi-da, boshqa yaxshi bo'lgan narsalarim uyg'onib ketdi. Shu narsalar bor ekan. Hozir ana shu birinchi vaziyatim yo'q-da, go'yo qancha narsalar yechilib ketganga o'xshaydi. Bilmadim endi oxiri yaxshi bo'lsin endi. Молодец. Qarang, nimadirlar uyg'ondi. Ilohiylik uyg'ongan, asl sevgi uyg'ongan. Yerga tegishli qora kuchlar ichingizdan tozalanib, qora nafratlar tozalanib, vau, zo'r. Nimadir uyg'ondi. Ilohiylik uyg'ongan. Qarang, yaratganning farzandligiga bo'lgan muhabbat uyg'ongan. Shu zo'r. Ha, rahmat. Yana shu o'zimizdagi hislar, o'zimizga tegishli bo'lmagan narsalar, ajdodlarimizga, ota-onalarimizga, boshqa shu necha yil davomida ko'rgan yaxshi emas narsalarimizni o'zimizga bildirib olganimizni tushundimda. Masalan, kinolardan bo'lishi mumkin u, yo birovning hayoti bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalarni shularga ulanib olganmiz ekanda. Rahmat. Qarang. Keyin yana nimani aytsam? Yaxshi, hammasi menda joyida. Qalbim xotirjam. Qaysi praktika eng ko'p yoqdi sizga? Qaysi ma'lumot, qaysi blogimiz sizga yoqdi? Hammasi ham yaxshi. Hammasi rostdan ham kirishsa yaxshi, ham ilm olaman, hammasi ham yaxshi, lekin menga eng yaqin praktika shu ajdodlarniki bo'ldi. Yo'q-e. Oxirgi darsimiz, ha? Kechagi. Ajdodlar bilan praktika bo'ldi. Yo'q-e. Voy, молодец. Siz darsga qatnasholmagansiz, demak, zapisda eshitgansiz. Zapisda eshitdim oxirigacha. Keyin ajdodlar bo'ldi, lekin keyin shu ota-onamizning ham yoshligidagi praktika bor edi-ku. Shu ham yaxshi bo'ldi. Ota-onamizda, masalan, ota-onamizda bor, o'zlarida bor narsani bizga berganda, ularga ham berishmagan. Demak, shular anglab qolgansiz. Praktika davomida. Albatta shunday bo'lgandir. Keyin ota-onamizga bermagan. Ota-onamizga bizning buvilarimiz bermaganda, to'g'rimi? Demak, buvilarimizga ham berilmagan ekan, demak, bizga ajdodiy ulanish bo'lganda. Vau, zo'r anglash, zo'r ochilish. Tabriklayman.
Ha, shu. Hammasi ham yaxshi. Praktikalarimiz hammasi yaxshi. Zo'r. Tabriklayman Saodat. Keyin ko'plarni eshitib qarang, hammasini eshitaman. Endi men ko'pdan ko'p qizimda terbatib eshitaman. Ko'pdan ko'p boshini eshitaman. Aynan shu nima uzilish nuqtasiga kelganda uxlab qolaman-da. Demak, ana shu nuqta, ana shu narsani mening ongim shu yerda qiynalyapti deb o'yladim-da. Ana shu narsalar, ana shu yerda mening ongim buni eshitmaslikka, meni bundan qaytarishga harakat qilyapti. Demak, shu narsani men eshitishim, shu narsani qilishim kerak ekan deb o'yladim-da. Keyin qildingizmi? Shu. Ha, qildim. Молодец. Tabriklayman. Lekin ko'pdan ko'p bizni ongimiz yengib qo'yadi. Ishlar chiqarib qo'yadi, bir narsalar o'ylab topadi. Молодец. Demak, treningimizga qanday nom bera olasiz? Mehr-muhabbat, o'z hayotida yashash, yana nima deb nom bera olasiz? Insonlarning hayotdan o'zilib, o'zi bilan xursand bo'lish, o'zligini topish, masalan, narsalar olib berim, o'zim uchun yashayin deyapsiz-ku. Nima deb nom bera olasiz? Agar menga qo'yganda shu darslikka hozir shu so'nmas nurma yo yordamchi nurma. Mendan shu ko'pdan ko'p praktikalarda nurlar ko'rinadi ko'zimga. Shu nurlar orqali tozalanish. Demak, Shu narsa keldi menga. Молодец. Demak, treningimizda nur ko'rsata olamiz. Nomiga mosmikan? Ha, mos. Mosmi? Qalbimizda jannatiy hisni paydo qila olamizmikan? Nomiga mosmi? Ha, nomiga mos hammasi. Agar uning uchun ko'ngilda olish istagi bo'lish kerak. Istak bo'lish kerak. Vau. Oppa to'g'ri. Молодец, 100%. Endi Shuning uchun bajaringizlar qani bunga aytyapman-ku. Молодец, nurlarni ko'ra olgansiz, his qila olgansiz. Hech qanday zo'rsiz. Demak, tozalangansiz. Balandga nimaga o'lchamga chiqqansiz. Yo, hali men ham ko'p praktikani bajaraman. Yo, bir martadan, ikki, 3 marta, 4 martadan eshitgan bo'lsam, hali ko'p bajarganim yo'q-da. Yana bir oy qoldiramiz deyapsiz-ku, yana shunda yana foydalanib qolishga harakat qilaman. Tabriklayman. Saodat bo'lishganingiz uchun. Ichingizdagilarni chiqara olganingiz uchun. Az gapirayotganingizda qulog'ingiz eshityapti. Tanangizda hujayralaringiz eshityapti. Sizda, biz o'zgaribmiz, deb komanda berasiz-da, butun hujayralaringizga gapirayotganingizda qulog'ingiz eshitadi. Shu zo'r, молодец. Shuni chiqara olganingizdan bir anglashlaringiz bor, shu молодецsiz. Gapirmoqchi edingiz. Praktikada aytgansiz-ku, yaxshi emas narsalarni odat qilgan ong, noto'g'ri narsani odat qilgan ong nimaga endi yaxshi bo'lgan narsalarni odat qilolmaydi? Nimaga endi o'zimizga yoqqan narsani odat qilolmaydi? U yomon narsalarni odat qilgan u ongning tanlovi, lekin yaxshi narsalarni, chiroyli narsalarni bizning tanlovimiz. Shu tanlovni biz ongimizga xabar berishimiz kerak, shuni singdirishimiz kerak. Tan olaman sizni, bosh. Zo'r qarang. Tan olaman. Buyuk qalbingizni, buyuk ruhingizni tan olaman, Saodat. Zo'r. Rahmat, hammasi sizning sharofatingiz bilan. Rahmat. Mehnatlaringiz, buning uchun qancha siz mehnat qilgansiz, qancha o'qigansiz, qancha pul sarf qilgansiz. Biz endi shu haligiga 200 so'm berib qo'shilib, aslida bu 200 so'm bo'lmaslik kerak-da bu. Agar chinimdan odam kishiga 200 so'm ancha bo'ling. Bu narsalarning narxi baland-da. Rahmat. Bilaman. O'zimizda ko'pchilik bilmaganligi uchun, totib ko'rishlik uchun narxini tushirganman, lekin aslida qimmatbaho, qarang. Zo'r tan olyapsiz. Qimmatbaho, shu pullarimizga roziman, bittasi men shaxsan roziman.
Pullar bundan-da ko'p bo'lsin. Pullaringizning, qizlaringizning ta'zirini ko'ring siz ham. Sizgayam bir yerdan kelsin. Rahmat Saodat. Rahmat Qalbimga sizgayam. yetganingiz uchun. Rahmat. Qalbimga yetib keldi. Rahmat sizga ham. Siz loyiqsiz siz. bergan pulingizni qayerlarda ishlatgandirman, lekin mana shu aytgan so'zingiz menga обратный контакт. Masalan, bergan narsamga mana shu to'lovda qalbimga yetib keldi. Menga mana shu narsa kerak. Rahmat sizga. Siz bilan ko'plarga loyiqsiz. Ko'p narsalarga loyiqsiz. Masalan, hamma odam shu narsani rostakamiga olishni bilganda, masalan, ko'plar shubha bilan bo'ladimi, bo'lmaydimi, nima bo'ladi deb kiradi-yu, lekin ko'pdan ko'p anglamay chiqib ketadi. Lekin rostakamiga anglasa tushunadi-da, buning qandaydir bunda kuch borligini, shu darsda kuch borligini tushunadi. Ilohiyligini kuch. Молодец. Rahmat ta'rifingiz uchun. Keyin shu bergan pullarga ham ichi ochmaydi. Sizlar bundan ham ko'p berishim kerak edi, deydi. Rahmat. Mana shu menga to'lovingiz. U bergan pulingiz o'zingizni masalan oldinga ketkizdirish uchun. U pul to'laysiz, pul to'ladim-ku deb bajarib qo'yasiz, lekin menga to'lovingiz mana shu yerda sizga xizmat qilganim, siz anglaganingiz, menga qaytim energiyasini berayotganingiz, ilohiylikni his qilib turib menga yetkazib berayotganingiz, ana shu men uchun to'lov. Rahmat. Minnatdorman. Rahmat sizga. Rahmat. Chin qalbdan bo'lishganingiz uchun. Demak, trening qarang, bu yerda haqiqatan treningni uyimiz jannatga aylansin deganman. Aslida uy haqida emas. Bir joyda aytgan edim boshlanishdan oldin. Ichki qalbimdagi uy haqida. Ha. Ichimizda tinchlik bo'lsa, ichimizda xotirjamlik bo'lsa, ichimizda go'zallik bo'lsa, keyin uyimizni go'zal qilaveramiz-da. Rahmat. Shunaqa atmosfera bo'lsa, masalan, bizning qalbimizda shunday atmosfera bo'lsa, atmosfera mana shu uyimizga singadi, uyimizga haligi qiladi-da. Keyin tashqaridan kelgan odam ham qandaydir yaxshilikni his qiladi shu uyimizga kelib turib. Uyda har kun janjal bo'lsa, haligi bo'lsa, qancha toza uy turmasin, odam o'zini haligi his qiladi. Rahmat. Noqulay his qiladi. Ilohiylikni his qilganingiz uchun, nurlarni, qalbingizda go'zallikni, hamma o'zingizni topganingiz uchun, treningimizga go'zal nom berganingiz uchun, men sizga mana shu ilohiylikni yetkazib berilganim uchun, siz ololganingiz uchun minnatdorman. Saodat. Ha, uncha-munchasiga ham siz teng kelmaysizda, siz o'sha yaxshi tushuntirdingiz. Rahmat. Sizni juda o'zimga yaqin odam, opachimma. O'zimga yaqin odamday bir yaqinim menga haligi beryapti deb tasavvur qildim-da. Dars beryapti deb tasavvur qildim. Shuning uchun ham menga yaxshi yetib keldi-ma. Rahmat sizga. Bo'lishganingiz uchun, ichdingizdan sizlar aytganingiz uchun rahmat. Yana ko'rishamiz, xayrlashmaymiz. Hozir darsimiz oxirgi darsimiz bo'lmaydi. Bundan keyingi yangi darajalar, yangi kurslar, yangi treninglarda yana ham qatnashamiz. Yana ham ko'rishamiz. So'nggisi bo'lmaydi deyman. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizga. Yana kim bo'lishadi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sizga ham, Gulchehra opa. Bo'lishasizmi siz ham? Gulchehra opa, sharoitingiz bormi? Bo'lisha olasizmi? Assalomu alaykum ustozjonim. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog' salomatsiz? Kirib kelayotgan yangi yillar bilan ustozjonim. O'zlaringizga bayramlaringiz bilan tabriklayman. Vashcha. Energiya hammalaringlarni tabriklayman. Assalom, kirib kelayotgan yangi yil bilan hammamizga omadli kelsin. Rahmat. Rahmat. Ustozjon, mana yilni oxiriga bizni shunchalik bizga bilim berdingiz. Xudo xolasa biz yangi yilda yangi insonga aylanamiz. Yangi uy bekasi, rivojlangan bo'lamiz. Xudo xolasa yaxshi natijalarga chiqamiz. Shunaqa chiroyli bilimlar berdingiz. Bilimlaringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Bilim berishdan, bilim olishdan charchamang ustozjon. Rosa bizni erkaliklarimizni ko'tarib, har qanday erkaliklarimizga chidab, o'zingizdagi borini berib, nima qildingiz? Aldingizda ba'zi uyalib qolaman. Savol ber desangiz savol beraman.
Savollaringlar bormi desa savol ham uddalab berolmaymiz. Javob berayotganda ham nima qilamiz aytamanda borini nimaga chiqara olmayman shu darajada miyamni ichida bilimlar shu darajada ko'pki uni topib bir aytishni hali unaqa qila olganim yo'qda ustozjon shu darajada bilimga ochman shunaqangi yaxshi bilimlar berdingiz meditatsiyalarni qilganda shu darajada yoqadi shunchalik gaplarni topib nima qilgansiz shu darajada yoqadi mazza qilasiz ertalab ham turib bugun oxirgi darsda qulog'imda naushnik ertalabdan turib nima qilaman namozlarimni o'qiymanda qulog'imga kistamga solib eshitaman eshitgan saring eshitging keladi shunaqa mazza qiladi shunaqa yoqadi ovozingiz gaplaringiz meditatsiyalaringiz hammasiga gap yo'q ustozjon Rahmat. muomalangizga gap yo'q ustozjon shunchalik bizni erkalatib shunchalik nima kichik bo'lsak ham bizni shunchalik nima qilib bilim berdingiz hammasi uchun rahmat biz Rahmat. albatta yana bir oyda yaxshiroq natijalarga chiqib nima qilamiz ekzamen topshiramiz Rahmat, Gulchehra opa. Rahmat samimiyligingiz uchun. Qarang, treningda sizga eng ko'p yoqqan praktikamiz, ma'lumotimiz, qalbingizga eng yaqin borgan qaysi bo'ldi? ana shu mana bu ona bo'lib boshqa nimalar qildingiz shuni boyna yana qildimda haqiqatda o'shalar ham judayam boshqa ekan biz faqat tashqarini o'zgartirmoqchi bo'lamiz aslida biz ichimizni o'zgartirish kerak hamma narsa ichimizdaligini anglab qoldim tashqarini hech qachon o'zgartira olmaymiz biz qachon o'zimiz o'zgarganda odamlarni boricha qabul qilganimizda o'sha bizga og'riq berganlarda ular bizga ustozligini anglab qoldim shunaqangi og'riq ichimizdaligini anglab qoldim shu ustozjon Qaysi praktika dedingiz? biri-biridan mana u boshqa tug'ilib nima qiladi-ku shunaqangi bir aytdingiz-ku ustozjon Ayollikni qabul qilish, ona qornidan boshlab. o'sha asala Rahmat. qo'yaman biridan ikkinchisiga o'tib nima qiladi shunaqa mazza qilaman ustozjon judayam gap yo'q man birinchi sizni anchadan burun kuzataman Nargiz Sattarova tali g'alabalarda eng kuchli ustozlardan bilim olganingizni aytuvdim man u ustozlarga halicha bilim bering lekin albatta shularda o'qiyman degandim mana shu orzularim amalga oshdi shunaqangi yoqasiz menga xudo xohlasa man ham albatta davom etaman keyingi darslaringizga ham albatta qatnashaman rosa bilim berishingiz shunaqa sabr bilan bizni nima qilganingiz judayam yoqdi aytaman nimaga hammamiz ham asta asta shunaqangi bo'lib nima qilganmiz-ku ba'zi ustozlar ancha nima qilmaydilarda aytaman ular ham bir paytlar bizga o'xshaganlar lekin mana siz bizni rosa tushunasiz bahonalarimiz ko'p endi uyalaman bahonalarimiz ko'pda asalim lekin bizni shuncha erkaligimizni ko'tarib bor bilimlaringizni berdingiz asalim rahmat sizga Rahmat sizga. minnatdorman bergan pulimga mingdan ming roziman siz mendan ham ortig'iga loyiqsiz siz ham farzandlaringizni orzu havasini ko'ring turmush o'rtog'ingiz bilan baxtli bo'ling kelayotgan yangi yil yana ham omadli kelsin bundan ham katta natijalarga chiqing bundan ham ko'p ayollarga yordam bering asalim bilimlaringiz ziyoda bo'lsin bergan bilimlaringizga rozi bo'ling ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman yaxshiyam hayotimda borsiz bergan bilimlaringiz uchun kattadan katta rahmat bergan pullarimga mingdan ming roziman minnatdorman sizdan ustozjonim Rahmat Gulchehra opam, samimiyligingiz uchun, qalbdan chiqarayotgan so'zlaringiz uchun rahmat. Minnatdorman. Ana shu tilaklarni aslida siz o'zingizga ham jo'natyapsiz. Menga tilagan tilaklaringizni. Rahmat. O'zingizga ham tilayapsiz. Rahmat sizga. rahmat asalim Treningimizda qanday nom bera olasiz? Nimalar his qildingiz? Xo'sh, umumiy qanday nima deya olasiz? yangi men deymanda o'zim yangi men Yangi meningizni ko'ra oldingizmi? Ichingizdan yarata oldingizmi? Ocha oldingizmi? albatta bularni yana qayta kamida 6 martadan 3 martadan qilsa yana ham miya ochilib yana ham boshqacha his qilsam kerak ustozjon hozir bir marta 2 martada nima qildim lekin qancha ko'p eshitib qancha takror qilganda yana ham ochilish katta bo'ladi-ku shuning uchun judayam rahmat aytaman asalim chiroyli darslar berganingiz uchun hammasi uchun rahmat asalim Rahmat. Yangi meningizni topganingiz uchun. Yangi meni yana ham kashf qiling, yana ham oching. Молодец, tabriklayman. Anglashlaringizdan, o'qishlaringizdan tabriklayman. Rahmat.
man ustozjon avvallarichi mana shu bitta knopkani bosib bitta gapirish men uchun judayam nima edi ichim shuncha to'polon bo'lsa ham bitta shu knopkani bosolmasdimda. Bir gram o'sha hamma gapirsa ham man pistirmada o'tirgandek o'tirardim. Allohga shukr mana ochilib gaplashib olyapman. Namoyon bo'lish, o'zlikni o'zingizni namoyon qilishni boshladingiz. Молодец. Zo'r. Hozir man qilyapman aytib olganimni qanchalik hammasini chiqara olmayapman, lekin imkon qadar chiqara olganim uchun ham o'zimda nima qilyapman, lekin shundan ham ayta olmaganman-da, vaqtida gapir desa ham gapirmaganman, jim o'tiraverganman, ishda o'tirganman, gapiring desa ham jim turganman-da, umuman shu knopkani bosa olmaganman. Yopiqlik bo'lganda, qalbdan yopiqlik bo'lgan, qalbingiz endi salit bo'lib ochilayapti. Молодец. Otilayapti osmonga. Rahmat. Salitingizni yopmang. Doim shunday ochilib, ichingizda, qalbingizda otilayotgan salitni doim ochilib, go'zal bo'lib, shunday qaynab, zo'r gapirib yuring. Молодец, opam. Ochiqsiz, doim ochiq bo'lgansiz. Rahmat bo'lishganingiz uchun. Yana kim gapirmoqchi? Bo'lishmoqchi kim? Ichki hissiyotlari, anglashlari bilan bo'lishmoqchi. Yulduzoy, siz vaqtingiz bormi? Zamira, sizchi mehmoningiz ketdimi? Gapira olasizmi? Xursand qildilaringiz meni. Rahmat. Yulduzoy chiqib ketdimi? Yulduzoy, Zamira gapirmadi hali. Menimcha ular vaqt topib orada aytganimdek. Yulduzoy kirdi. Yulduzoy gapira olasizmi? Vaqtingiz bo'ldimi? Yulduzoy, meni eshityapsizmi? Demak, vaqti bo'lmagan. Vaqti keyin mavzumizning oxirida so'z beraman, yana gapirasizlar, xo'p? Zamira bor. Saodat ham uncha ham nima qilmadi. Saodat, Yulduzoy, Zamira, Zarina opa kirmadi, bilmadim. Xo'p, xursand qildilaringiz meni, rahmat. Aslida ayollik mavzusini oxiriga berganimning baxtni o'zi degan mavzuni oxiriga qo'yganim ma'nosi shuki, aslida boshda sizlarga baxt nima deganimda sizlar anglamasdilaringiz, tushunmasdilaringiz. Masalan, biz bu dunyoda har bir inson, har bir ayol kishi baxtni qidiradi, baxtni izlaydi. Biz ana shu baxtni qidirayotganimizda, izlayotganimizda men ham mana shunday bo'lib qolgan, baxtni qidirganman, baxtni izlaganman. Turmush o'rtoqqa tekkanimdan keyin baxtli bo'laman deb o'ylaganman. Keyin aytganmanki, turmush o'rtog'imga qaraganman, yillar davomida yashayotganimda, birga bo'lib yashayotganimizda baxtsizligimni his qilib qolganman, qalbdan. Hamma narsam bor, lekin qalbdan baxtsizligimni his qilib qolganman. Sizlar mana shu ichki bo'shliqni, qalbdan baxtsizlik ko'pchilikda bo'ladi. Bu nima uchun baxtsiz bo'ladi, bilasizlarmi? Baxtsiz bo'libdi, ajralibdi yoki hayot o'xshamabdi degan narsa emas. Aslida baxtsizlik shu, qarang, ichidagi nafratlar, alamlar, boshqaning hayotiga ulanib ketish, jamiyatga ulanib ketish narsalar, o'zini ko'mib tashlash, aslida ichingizdagi qalbingizni ko'mib tashlagandan keyin, yopib tashlaganingizdan keyin ichingizdagi baxtni topa olmaysiz. Aslida baxtni men sizlarga oxirida berishimning ma'nosi baxt qayerda deb bilasizlar, e'londa baxt qayerda haqida e'lon qo'yganman. Mana shu treningga yozilishdan oldin. Aslida baxt bu sizning ichingizda. Turmush o'rtog'ingizga tegishli emas baxtingiz. Eslab qoling. Turmush o'rtog'im yaxshimikan? Men nima desa, turmush o'rtog'im yaxshi desa, men o'zimni yaxshi his qilaman, baxtli his qilaman emas. Turmush o'rtog'ingizga tegishli emas baxtingiz. Farzandlaringizga tegishli emas baxtingiz. Atrofga tegishli emas, ota-onangizga, opa-singlingizga tegishli emas. Chiroyli kiyinishingiz bu o'zingizniki. Mayli, chiroyli kiyinish, moddiy dunyoga tegishli emas sizning baxtingiz. Butun dunyodagi odamlarga, kasbingizga tegishli emas baxtingiz. Men mana shu narsalardan sizlarni o'rab tashlagan, yillar davomida o'rab tashlagan narsani ochib berib, aslida baxt sizning ichingizdaligini anglatish edi.
Shuning uchun ham bu mavzuni oxiriga qo'ygan edim. Chunki ana shu qatlamlardan, qavatlardan tozalanib, men aytayotgan narsalaringizdan tozalanib, sizlar olmos bo'lib, ilohiy bo'lib dunyoga kelganlaringizda ana shu qatlamlarga o'ralib qolgansizlar. Ana shu qatlamlardan asta-asta ochib, sizlar asta-asta ochib qara. Ichingda shunday ilohiylik bor. Aslida mana shu ilohiylik sizning baxtingiz. Shu narsani sizga his qildirmoqchi edim, anglatmoqchi edim. Aslida mana shu narsani sizga bermoqchiman. Baxt hech qayerda emas. Baxt sizning ichingizda. Eng asl nuqtamiz ana shu qalbingizdagi uyda baxt. Ana shu qalbingizdagi uyni jannatga aylantirganingizdagina baxtingizni topasiz. Hozir sizlar baxtingizni topdingiz. Baxtingizni topganingizda keyin atrofdagilar bilan baxtga ulasha olasiz. Men nima uchun oila quriladi deganman? Endi hamma mavzularning bir-biriga bog'liqligini his qilasiz. Nima uchun oila quriladi deganman? Aslida oilani farzand ko'rish uchun, turmushga chiqish uchun, yo turmushingiz ham o'rtog'ingiz ham sizni baxtli qilish uchun turmush qurmaydi. Siz ichingizdagi ana shu baxt bilan ulashish uchun oila qurasiz. Farzandingizga ulashish uchun, turmush o'rtog'ingizga ulashish uchun, nabiralaringizga, hammaga ulashish uchun oila qurasiz. Aslida mana shu ichingizdagi hozir topdingiz o'sha ilohiylikni his qilyapman deyapsiz. Ana shu ilohiylik orqali atrofga ulashasiz. Atrofdan kutmang. Atrofdan kutmang. Turmush o'rtog'im qachon meni zo'rsan desa, keyin baxtli bo'laman emas. Nima uchun baxtingiz boshqalarga bog'liq bo'lishi kerak? Nima uchun zamonga bog'liq bo'lishi kerak? Nima uchun makonga bog'liq bo'lishi kerak? Nima uchun maqsadlaringizga bog'liq bo'lishi kerak? Nima uchun boshqalar zo'r bo'lsa, siz baxtli bo'lasiz? Nima uchun? Yo'q, aslida baxt hech kim hech narsaga bog'liq emas. Aslida baxt sizning ichingizda. Praktika qilamiz, ko'zlaringizni yumingizlar, mana shuni yana bir bor his qilasiz. Chuqur nafas oling. O'zlaringizni bo'sh qo'yingizlar. Chuqur nafas olib, o'zlaringizni bo'sh qo'yingizlar. Oyoq qo'llaringiz ochiq tursin. Dumaloq, kurukli narsaning ichida yoki dumaloq doiraning ichida turganligingizni tasavvur qiling. Keng yashil joyda tasavvurlaringizga erk berib ishlang. Dumaloq doiraning ichida siz turibsiz. O'sha doira tuxumsimon sizni o'rab oladi. Doiraning ichida bu ilohiylikka ulangan, nurdan iborat. Butun yaratganning ilohiyligiga ulangan. Nurdan iborat. Sezing butun tanangizda aylanayotganligini. O'sha sizni o'rab turgan tuxumsimon qobiq, o'sha doira katta tuxumsimon silikonga o'xshaydi. O'sha narsaning ichidasiz. O'sha joyda his qilayotgan baxtingizni, hozir topgan ilohiyligingiz, qalbingizdagi xotirjamlik, asl o'zligingiz, asliyatingiz o'sha joyda nurga to'yining. Hozir shu onda siz baxtni topdingiz. Yillar davomida mana shu treningdan oldin shuncha yildan beri 50 ga kirgan bo'lsangiz 50 yildan beri qidirayotgan, 30 ga kirsangiz 30 yildan beri qidirayotgan baxtingizni hozir shu onda topdingiz. Aslida baxt bu sizning ichingizda ekanligini, aslida baxt atrofga umuman tegishli emasligini, qalbingizdagi ilohiylikni ko'ra oling. Nurdan iborat, ikki ko'kragingizning o'rtasida aylanayotgan yorqin kumushsimon yorqinlikni ko'ra oling. Qanday rang kelsa tabiiy, lekin bu juda ham porloq, yorqin. Bu baxt sizga tegishli. Qo'lingizni biron kishi ola oladimi kesib? Ola olmaydi.
Bu sizga tegishli. Oyog'ingizni biron kishi ola oladimi? Yo'q, ololmaydi. Bu sizga tegishli. Boshingizni biron kishi ola oladimi? Ololmaydi. Bu sizga tegishli. Xuddi shunday. Mana shu baxt hissi doim sizga tegishli. Bu sizning ichingizda bor. Bu sizga tegishli. Hech kimga bog'liq bo'lmagan baxt. Turmush o'rtoqqa bog'liq bo'lmagan. Farzandlarga bog'liq bo'lmagan. Ota-onaga, dugonalarga bog'liq bo'lmagan baxt. Sizning ichingizda. Ilohiylikni his qiling. Ichingizdagi energiyatik quvvatni his qiling. U siz bilan doim bo'lgan. Bu dunyoga tushirilayotganingizda bo'lgan. Lekin shuncha yillardan beri doim atrofdan izlaganingizni, hozir shu onda topib qolganligingizni, boshqalardan baxtni kutganligingizni, o'zingizni silang, erkalang. Meni kechir deb o'zingizdan kechirim so'rang. O'zingizni yelkalaringizni ushlang. Meni kechir. Boshqalardan kutganligim uchun. Sizni baxtli qilishini boshqalardan kutganligim uchun meni kechir. Men o'zimni o'zim kechiraman. Ko'z yoshingiz kelsa, ko'z yoshingizga erkinlik bering. Negaki, u his qildi. U topdi. Asl jannatiy hisni topdi. Jannatga tegishli hisni topdi. Uning esida bor. Qalbning esida bor. Ruhning esida bor. Jannatdan tushirilganligi. Doim o'sha narsani izlagan. Bu dunyoda harakat qilayotganida, uylarni yig'ishtir deb baqirganida, turmush o'rtog'i bilan aytishganda ham, kimdandir nimanidir kutganda ham, aslida mana shu ichidagi jannatiy hisni, baxtni izlagan. Yig'lashi mumkin. Qalbingizdan ko'z yoshingiz chiqishi mumkin. Chunki u xursand bo'lyapti. Topdi u jannatiy hisni, haqiqiy asl baxtni topdi. Nurga to'yining. O'zingizni kechiring. Yillar davomida boshqalardan kutganingiz uchun. Turmush o'rtog'ingizdan kutganingiz. Kechiring. Kutuvlaringiz har biri birma-bir ko'z oldingizdan o'tsin. Meni kechir, men seni kechiraman. O'zimni jazolaganim uchun, o'zimni qadrsiz qilganim uchun, o'zimni kamsitganim uchun, aslida ichimdagi jannatiy hisimni, asl baxtimni unutib qo'yganim uchun meni kechir. Mahkam quchoqlang o'zingizni. O'sha joyda butunlay nurga to'yining. Qachonki siz o'zingizni qabul qilganingizda, qachonki o'zingizni o'zingiz yaxshi ko'rganingizda, butunlay tanangizni o'zingiz o'pa olganingizda, quchoqla olganingizda, shunda turmush o'rtog'ingizdan qaytadi. Turmush o'rtog'ingiz shunda sizni o'pa oladi. Atrofdagilaringiz shunda sizni quchoqlay oladi, shunda mehr bera oladi. Aslida o'zingizga o'zingiz mehr bering. Aslida o'zingizning ilohiyligingizni his qiling. Mahkam quchoqlang butun tanangizni. Sen loyiqsan chiroyli hayotga. Sen loyiqsan chiroyli maqsadlarga. Sen loyiqsan chiroyli, go'zal narsalarga. Sen loyiqsan qadrga. Aslida qadr, sevgi o'zimizga o'zimizdan boshlanadi. Chiroyli narsalarni bering.
Nima xohlaydi o'zingiz? Chiroyli joylarga borishni xohlar. Aslidagi ana shu ichingizdagi qalb bilan, ilohiylik bilan bajarishga tushing. Bering. Nima xohlaydi? Aslida ichingizda ekan-ku, baxt, ilohiylik, asl o'zlik, asl ayollik. Shunday baxtli ayol, ichidagi baxtli ayol orqali ota ham baxtli bo'ladi bunday ayoldan. O'g'il farzand ham baxtli bo'la oladi bunday ayoldan. Turmush o'rtoq ham baxtli bo'la oladi bunday ayol oldida. Chunki ayol ichingizdagi o'sha ilohiylik orqali hammaga ilohiylik taratasiz. Sizdan oladi energiyani. Erkak figuralari ilohiylikni qancha kengaytirsangiz, shuncha kengayadi. Ular o'zlarini namoyon etish, katta pullarga ochilish, bu dunyoda o'zlarining qobiliyatlarini ochish, energiyaga to'lib, katta yutuqlarga erishish mana shu sizdagi ilohiylik orqali bo'ladi. Erkakda bunday ilohiy qobiliyat yo'q. Uning piri ulug', aqli kuchli, jasorati kuchli, lekin bunday noziklik, ilohiylik, baxt tuyg'ulari ayol kishiga berilgan. His qiling bu narsani. Siz bera olasiz. Hozir va shu onda, mana shu bir oydan beri treningda siz mana shu kunga tayyorlandingiz. Mana shu asl baxtni ochishga, ilohiyligingizni ochishga tayyorlandingiz. Ichingizdagi iliqlikni his qiling. Butun tanangizga tarating. Butun tanangizga ilohiyligingizni his qiling. Asl ayolligingizni, jannatiy hisingizni. Endi o'sha doiradan oldinga qadam qo'yishni boshlang. Xuddi sizning kichik doira boshqa insonlarning ham oldida bor. Ularning ham xuddi sizga o'xshash doirasi bor. Qadam bosishni boshlang. Ro'parangizda turmush o'rtog'ingizning doirasi. O'sha joyga qadam qo'yganingizda turmush o'rtog'ingiz bor. Turmush o'rtog'ingizning ro'parasiga qadam qo'ying. Uning qo'llaridan ushlashingiz mumkin. Taftini his qilishingiz mumkin. U doirada erkak va ayol munosabatlari bor. Bu chegarada erkak va ayol munosabatlari. Siz va turmush o'rtog'ingiz. Bu yerda hech kim bo'lish kerak emas. Siz va turmush o'rtog'ingiz. Mehrini his qiling. Quvvatini his qiling. Qadrlashini his qiling. Sevgisini his qiling. Uning sevgisidan erib ketishingiz mumkin. Siz olib borgan o'sha energiyani turmush o'rtog'ingiz bilan almashining. Uni ham o'sha sevgiga, baxtga to'yintirib tashlang. Siz mening turmush o'rtog'imsiz. Men sizning ayolingizman. Uning ko'ksiga boshingizni qo'yishingiz mumkin. Mahkam quchoqlab, beradigan energiya, quvvat almashinuvini, ko'p narsani anglab qolib, o'sha chegarada doim u va siz bo'lishligingizni anglagan holda, o'sha chegaradan orqaga qayting. Boya boshlangan o'zingizning shaxsiy chegarangiz, shaxsiy qovig'ingizning oldiga qayting. Yana o'sha joyda asliyatingizga, nuringizga to'yinib,
sevgingizga to'yinib, baxtga to'yinib, ikkinchi chegaraga qadam bosing. Ikkinchi chegarada sizning farzandlaringiz. U chegara aylana har biriga bittadan ularning oldiga borib, ularning oldida siz onasiz. Ona va farzand rollari bor bu joyda. Boshqa hech qanday rol yo'q. Ona va farzand. Ularning ko'zlariga qarang, yuzlarini silang. Ularga aytishingiz mumkin: men sizlarni tan olaman. Sizlardan minnatdorman. Siz ularni bu dunyoga kelishligi uchun o'zingizning tanangizdan biomaterial bo'lib o'tkazdirib berdingiz. Har bir farzandingiz siz orqali dunyoga kelgan. Sizning tanangizdan yaralgan ular. Ularning har birining fe'l-atvoriga qarang. Ular turlicha, o'z qobiliyatlari bor, o'z qarashlari bor. Bu dunyoda o'zlarining vazifalari bor. Siz ularga bu dunyoda o'zlarini namoyon qilish uchun imkoniyat yaratasiz. Chetdan kuzating farzandlaringizni. Ularda baxt, xursand bo'la oling. U chegarada farzandlaringizning o'zlarining ham alohida chegaralari borligini his qiling. Siz o'sha joyga borganingizda, siz qalbingizdagi baxt bilan, sevgi bilan ulasha olasiz. Endi yana orqaga qayting. O'zingizning asl chegarangizga, asliyatingiz, baxtingiz, yaratgan bilan ulanadigan chegarangiz, asl ayollikni his qiladigan chegarangiz. Yana o'sha joyga qaytib, energiyaga to'yinasiz, baxtni his qilasiz, sevgini his qilasiz va yana oldingizdagi chegaraga qadam qo'yasiz. U dumaloq doiraning ichida ota-onangizning ro'parasida paydo bo'la boshlang. Ularning mehrini his qiling. Bu hayotda yo'qmi, bormi farqi yo'q. Ularning sizning hayotingizda o'z chegaralari bor. Ota-onangizning oldiga qadam qo'yib, ularning oldida bosh eging. Chunki ulardan bir pog'ona pastasiz. Chunki ular sizdan katta. Ularning qo'llari sizning yelkangizda, sizning boshingizda turganligi, sizga doim duoda turganligini ko'ra oling. U chegarada siz doim farzand rolidasiz, ular esa ota-ona rolida. Boshqacha rol yo'q. Siz ana shu chegarada baxtingizni, ichingizdagi baxtiyorligingizni olib bora olasiz. O'sha chegarada siz farzandsiz, ular ota-ona. Boshqa hech narsa yo'q. Mehr, sevgi bor, lekin katta, men kattaman, ular kichkina degan narsa emas. Siz o'sha joyda farzand bo'lib qola olasiz. Ular sizdan katta ota-ona, duogo'ylaringiz bo'lib qoladi. His qiling. Sizlardan duolaringizga muhtojman. Ular sizga doim duoda. O'sha chegarada siz doim yosh boladek bo'lib qolasiz.
sizlarning oldilaringizda doim yosh bola bo'lib qolaman. Ularning ko'zlariga qarab, qanday bo'lsalaringiz, shundayligingizcha yaxshi ko'raman. Hurmat qilaman. Bu dunyoga keltirganligingiz uchun, siz orqali dunyoga kelganligim uchun minnatdorchilik bildiraman deb ayting. Va o'sha chegaradan ularning duolarini olib turib, siz baxtiyorligingizni ko'rsin. Ota-ona uchun baxtiyorligini ko'rish muhim. Siz baxtiyorligingizni ko'rsatib, yana o'z chegarangizga, o'rtadagi markazdagi chegarangizga qayting. Markazda yana ilohiylikka, yana sevgiga to'yinib, baxtga to'yinib, yana bitta chegara bor, yana bitta doira bor. O'sha doiraning oldiga boring. U joyda sizning ishingiz, biznesingiz yoki qaynona-qaynotangiz kelar. O'sha joyda ham siz o'z rolingizni biling. O'z joyingizni biling. Anglang. Aslida qaynona-qaynotangni ham qo'ysa bo'ladi. U joyda hurmat bor. Endi ota-onaga bo'lgan hamma mehr-muhabbatga o'tgan tuyg'ularingiz bilan qaynona-qaynotangizga qarang. Siz endi ota-ona orqali qalbingizda mehr-muhabbat yaratdingiz. O'sha mehr-muhabbat orqali qaynona-qaynotangizga qarang. Asl sevgiga o'tgan qalbingizdagi hurmat orqali qarang. Ko'zlariga qarang. Mehringiz o'zgarganiga, muhabbatingiz o'zgarganiga, hurmatingiz o'zgarganiga, o'sha chegarada qaynona-qaynotaga nisbatan o'z rolingiz o'zgarganiga qarang. Mehr-muhabbat, hurmat. Va orqaga qaytasiz. O'z chegarangizda baxt his-tuyg'usiga to'yinasiz va keyingi chegara biznes, ish. O'sha joyda sizning biznesingiz. Siz u joyda ishbilarmon ayolsiz. Ishchi ayolsiz. Katta pullar bilan muomala qila oladigan, o'z o'rnini namoyon qila oladigan, biznesda o'sa oladigan, ichidagi bor qobiliyatlarini namoyon qila oladigan ayolsiz. Hamkasblaringiz bilan munosabatingiz, narsalaringizni, biznesingizdagi narsalarni sotishga qarating. U joydagi o'z rolingiz, o'z chegarangizni biling. O'sishga e'tibor qarating. Aslida qalbingizdagi ilohiylikni olib borsangiz, o'sha joyga o'z chegaralaringizni qo'yib borsangiz, hech qanday narsani aralashtirib yubormay, o'sha joyda o'z kasbingiz, o'z faoliyatingiz, o'z mas'uliyatingiz, javobgarligini olib borganingizda, o'sha joyda gullash, o'sish bo'lishligini his qiling. Endi siz ulg'aydingiz. Endi ulg'aygan ayol bo'ldingiz. Biznesingizni ham rivojlantira olasiz. Chunki bolalik pozitsiyasidan chiqqan ayol biznesini rivojlantira oladi. Siz endi hayotingizning javobgarligini olgan ayolsiz. Chuqur nafas oling. Va yana boyagi o'zingizning asl chegarangizga, asl markazingizga, ilohiylikni his qilgan joyingizga. O'sha joyga qayting. Chuqur nafas oling. Chuqur nafas oling. Haqiqiy baxt his-tuyg'ularingizni, haqiqiy ayolligingizni eslagan holda o'z hayotiy chegaralaringizni,
rollaringizni anglagan holda chuqur nafas olib, hozir va shu onga qayting. Doim ana shu chegaralarni, rollaringizni qoyilmaqom o'ynashni boshlang. Ko'zlaringizni ochishlaringiz mumkin. Yozishlaringiz mumkin. Nimalarni angladilaringiz, nimadirlar tushundilaringiz. O'zimizning nimaga, gruppaga. Chuqur nafas olib, nafas chiqarib. Hozir va shu onga qaytib, anglashlaringiz bilan bo'lishlaringiz mumkin. Kuch-quvvat, молодец, zo'r. Zo'r. Bitta narsani bu yerda sizlarga yetkazdirib bermoqchi edim. Energiya. Молодец. Energiyaga to'ldik. Молодец, qarang. Bu yerda bitta narsa anglash kerak, ko'pchilik chegaralarni almashtirib yuboradi. Mana shu narsani sizlarga ongingizga bo'lib berish uchun nima qilgan edim? Mana shuni qo'lladim. Masalan, qarang. Turmush o'rtog'ingiz bilan chegarada turibsiz-a? Turmush o'rtog'ingizning, lekin ana shu joyda siz ayolsiz. Ilohiy ayol bo'la olasiz. Uning oldida go'zalligingizni namoyon qiluvchi, uning oldida erkalik qiluvchi qizaloqqa aylanmaysiz. Ilohiy ayolga aylanasiz. O'sha joyda siz onasi ham bo'lib qolmaysiz. Ko'pchilik onaga o'tib ketadi. Onaga o'tmaslik uchun nima qilish kerak? Qarangizlar. Yechimi bor buning. Masalan, ana shu joyda dedim, erkak va ayol bor dedim. Erkak va ayol. Anglamay qaynonaga o'tib qolamiz. Eringizning onasiga o'xshab qolasiz. Anglamay, tushunmay, mana shunda qanday bo'lib qoladi? Ovqat yeysanmi? Qorningiz ochmi? Qorningiz to'qmi? deb yosh 5 yoshli bolaga munosabat qilgandek qilaversangiz, unga ona bo'lib qolasiz. Yo'q, u yetuk shaxs. U juda ko'p narsani biladi. U erkak, uning piri ulug'. Uning ichidagi quvvat, kuch, g'ayratni ko'ra olish kerak. O'zini namoyon eta olishini ko'rish kerak. U qila oladi zo'r narsalarni. Men ishonaman ana shunga. Tushunyapsizmi? Erim bilmaysizlar, umuman bo'lmag'ir. Umuman hech narsa qilmaydi. Telefon ham qilmaydi, normal gapirmaydi ham, normal quchoqlashni ham bilmaydi, normal o'pishni ham bilmaydi. Nima degani bu? Shifoladim. Bu nima degani? Qarang. Nimani yaratyapmiz? Biz nimaga aylanib qolyapmiz? Ana shu joyda, ana shu chegarada nimaga aylanib qoldik? Uni biz pastga bo'lib turib, uni boshqarishga kirib ketyapmiz-ku. Yo'q, doim yodingizda tursin. Turmush o'rtog'ingiz bilan birga bo'lyapsizmi? Men kimga aylanyapman? Buning oldida men kimman? Uyg'onib turing. Men buning oldida gaplashyapsiz, atnesheniyada ayolligingizni ushlab qoladi. Sen kim? O'zingdan ketyapsan deb aytganman-ku. Shunda belgi beryapsiz. O'zingdan ketyapsan. Ayol bo'lmayapsan, yo qiz bo'lib qolyapsan, yoki menga yeni bo'lib qolyapsan deb turib nima beradi, belgi beradi. Yana ota-onaning oldiga borib, sizlar shaharda yashashlaringiz kerak. Bu hayot nima hayot? Boringizlar, shaharda yashangizlar, kvartirada yashangizlar. Kartochka ekib berdi, kartochka bilan umringiz o'tyapti. Tovuq nima kerak yoki mol nima kerak deganda siz kimga aylanyapsiz? O tabiatning qonunini buzayotgan bo'lamiz. Men shu narsa o'zimda zo'r sanaganman. Biz ularga zo'r bo'lsin deganimiz ular uchun zo'r emas, biz aytayotgan narsa biz uchun zo'r.
Ularga ana shu zo'r. Ana shu tovuqqa qaraydimi, bitta nimasiga jonivoriga nimadir yedirib shunga qarab shuni o'stirganda ana shunga umid paydo bo'ladi hayotga yashash uchun. Biz haqqimiz yo'q ularga borib kattaman sen uni qil sen buni qil deyishga. Biz ana shunda chegaramizni buzib qo'yamiz. Shaxsiy chegaralar ana shu. Qo'ying, uning mazza qiladi ana shu narsani bajarayotganda. Hayotga umidi, ishtiyoqi bo'ladi. Ana shu orqali turadi ertalab. Necha 80 ga kirsam, 90 ga kirsam turadi, borib ana shu narsaga ovqat beray, yem beray, shuni ko'ziga qarab turib, uning tanasida quvvat uyg'onadi. Hayotga shijoat shundan bo'ladi. Mayli kartochka qilyaptimi? Kartochka yer orqali quvvat olyapti. Uning o'zining tanlovi. Ota-onaga bizlar tanlov qilib bor kvartirada yasha, issiqda yasha deganimizda bizlar uning ana shu sandali yaxshidir. Uning pechkasi yaxshidir. Aralashishga haqqimiz yo'q. Ana shu pechkasi orqali quvvat oladi. Butun o'tmishi orqali mazza qiladi. Biz borib ataplinani oldida o'tkazdirib qo'ysak, u tanasi xohlamaydi uni. Biz ana shu bor, sen shu yerda bo'lmay, sening tanloving umuman bo'lmag'ir. Sen bu yoqqa bor deganimizda, biz ulardan katta bo'lib qolyapmiz. Ular bizga bola bo'lib turib, biz katta bo'lib qolyapmiz. Tabiatning qonuni buzilib ketadi, pul kelmaydi bizga. Bizning genlarimiz, hujayralarimiz bor-ku, tushunmaydi bizlar kimmiz deydi. Hujayralar tartib buzilib ketadi. Sizning tanangizda tartib buzilib ketadi. Ruhiyatingiz, psixikangiz va shu boshqa tarafga o'tib qoladi. Sizga pul kelmaydi keyin. Tartib buzib tashlagansan keyin. Farzandlarga ham xuddi shunday. Farzandlarning ham o'zining chegarasi bor. Biz ular bilan er-xotin rolini o'ynay olmaymiz. Qarangizlar, yoshi katta farzandlar bilan ayol va erkak bo'lib qolmasam, aloqa kirishish emas, prosta munosabatlarda bir kecha bir kun kuldiradigan narsani chiqaribdi, lekin kuldiradigan narsa emas. Buning orqasida rosa ko'p og'riqli narsa bor. Kelinning oldida qo'ymadi o'g'lini. Endi kuldiramiz hammani degan, lekin qarasangiz chuqur ma'noyam bor. O'g'lini ongsiz er qilib olish yo'q. Mana shunday qo'yib bering. Uning oldida siz ona bo'lib bera olasiz. Uning oldida siz dunyoga o'tkazdirib berdingiz bolangizni. Mana shu dunyoga siz orqali o'tdi. Siz uning oldida mehr, qo'llab-quvvatlash, sevgingiz bilan bo'lisha olasiz. Uning oldida ayoli yoki rafiqasi bo'lib turib, zo'rsan, maladessan, men senga ishonaman, zo'r qilish kerak, lekin normasida. Uning endi 20 necha yoshdan keyin ham u ayolining vazifasi uning. Oldinga ketish, o'sishi, rivojlanishi ayolining vazifasi. Agar hali ham enasiga bog'lanib yursa, u bola o'zini namoyon qila olmaydi. U erkak kishi. Erkak kishi masalan, erkak kishi haqida ketyapti. Shuning uchun kelinga aytish kerak. Kelinim, davay tur. O'zing bilan rivojlan, o'g'limni sen o'stir. U endi o'stirish, hayotda katta pullarga erishish, zo'r mashinalar olishi yoki nima pullarni zo'r qilish, hammasini zo'r bo'lib qolishi, endi u kelinning vazifasiga o'tdi. Kelinim tur sen, bor. Zo'r shuni rivojlantir, sendan oladi energiyani. Masalan, biz yoshim, ba'zi bir kishim yozyapti, men shunday yozdingiz menga. 51 yoshdaman-ku deb. Yo'q, 51 yoshingizda nima qilmang, qalbingiz qarang qanday ilohiy. Hali ham bajaring ana shu erkak ayol munosabatlarini. Hali ham bo'ldi farzandlarga yoki nevaralarga bog'lanib qolmang. Bo'ldi shuncha yil yashadingiz, qaynona qilgansiz, farzand qilgansiz, nechinchi yil uylar qilgansiz, ochlik zamonlar bo'lgan. Bo'ldi, endi o'zingiz uchun yashash payti keldi. Eringizga ayting, turmush o'rtog'ingizga. Turmush o'rtoq, shuncha yil biz boshqa uchun yashadik. Qachon uchun o'zimiz uchun yashaymiz? Endi nabiralar uchun yashaymizmi? Turing, bir chiroyli borib aylanib kelamiz, dam olib kelamiz. Qadrli bo'lib qoladi deydi-ku kattargandan keyin. Ana shu qadrli bo'lib qolish ilohiy ayollar, ana shu ilohiy ayollar nimadir donoligi orqali, ayolga qandaydir ichidan nimadir berganligi orqali qadrli bo'lib qoladi. Shuning uchun yoshdan emas, hali ham turmush o'rtoq bilan men bilimlar haqida bo'lishyapman. Men hech kimga bu narsalarni unday qiling, bunday qiling deya olmayman, lekin aslida shunday bor. Aslida chegarani buzib qo'ymaslik kerak haqida. 50 ga kirdim yo 40 ga kirdim, bo'ldi, men endi nebra qarashim kerak, bolalarning to'yi uchun yashashim kerak emas. Aslida ana shu paytda o'zini unutib qo'ysa,
kasallik paydo bo'ladi, kasallik orqali dariga e'tibor qaratadi, dori olish kerak, u больницада yotib chiqish kerak, bu больницада yotib chiqish kerak. Shuning uchun hayot so'nib qoladi. Tez qarish paydo bo'ladi. Tanada gormonlar to'xtab qoladi. Shuning uchun qo'ying deng. O'zingizning qalb ishtiyoqingizni, u chegarangizni bilish kerak. Bosh farzandlar uchun, bolalar uchun yashash emas, o'zingiz uchun yashash. Turmush o'rtoq bilan o'z chegarangizni go'zal qilish. Yo shuncha yil boshqalar uchun yashak, endi bo'ldi o'zimiz uchun yashaymizga o'tish. Bo'ldi, endi yo'qchilik zamonlaridan qiynalib yashadilaringiz, uy qildilaringiz, joy qildilaringiz. Endi siz taklif berib, kecha Saodat Molodets yaratdingiz, qarang. Siz yarata olasiz. Mana shunchagina sahnani yaratish uchun sizga mana shu praktikani berdim. Mana shu go'zal, chiroyli narsani siz yaratdingiz-ku, qarang. Bording, yuring aylanaylik. Mana shu chiroyli narsani zakaz qilgansiz, turmush o'rtog'ingiz bilan birga aylangansiz. Ana shu hayotingizdagi vaziyatni siz yaratdingizmi? Demak, boshqasini ham yaratasiz. Hayotingizdagi shuncha stressni yaratgan odam nimaga buncha go'zalni yarata olmaydi? Shuncha qalb og'riqlarini, shuncha vaqtdan beri qadrsizliklarni yaratgan odam. Ayol, bu yo'g'ini ham yarata olasizlar. Ana shu go'zal dasturxoningizni yaratdingizmi? Chiroyli vaziyatlarni, chiroyli hayotingizga nimadir hodisachalarni olib kelishni boshlang. Harakat qiling. Boshqalar uchun yashashni qo'ying. Hammaning oldiga borasiz, mayli boshqalarning oldiga borganda ana shu rolingizni ushlab qola oling. U shaxsiy nimaning oldiga borganda, buning chegarasiga borganda ham har bir odamning roli bo'lishi kerak ichida. Xo'p, baxtni tushundilaringiz, a? Baxt aslida hech kim hech narsaga tegishli emas. Voy, erim telefon qilmayapti. Men baxtsizman. Sizning baxtingiz hech kimga tegishli bo'lmasligi kerak. Boshqalar mana shu turganda ham ko'ryapsizlarmi? Kim ko'ryapti? Ko'ryapmiz deb yozingizlar. Yetib boryaptimi? Nimalarni anglayapsizlar? Tushunyapsizlarmi? Reaksiyalar nimadirlar qo'yib turingizlar. O'zim ko'zim gapirmayin. Hamma kirib turibdi, yo'q, lekin yozuv yo'q. Anglayapmiz. Yulduz молодец. Qiziq bo'lyapti, rahmat. Yetib borayotgan bo'lsa davom ettiring. Mana shunday bo'lib turibdi, masalan. Bitta o'quvchimizga, voy, erim nima deyishini bilmayman. Umuman ahvoli yomon, holati yomon, faqat meni urishadi, baqiradi. Bu degani siz baxtim unga tegishli degani. Nima uchun? To'g'ri, turmush o'rtog'ingiz, lekin turmush o'rtog'ingizning chegarasi bor u tarafda. Yana bu yoqqa kelganingizda, u shunday bo'lganda ham, rahmat yurakchalar uchun, shunday bo'lganda ham siz o'zingiz ilohiyligingizni, baxt ichingizdaligini bilgan holda mana shu yerda shunday bo'lib qola oling. Chunki hamma alohida, ular alohida. Siz o'rtada alohidasiz. Shu joyda qanday reaksiyalar berasizlar? Angladilaringizmi? Tushundilaringizmi? Qarang. Shunday bo'lib turganda ham siz mana shunday holatda qola oling. Boshqalarga tegishli emas sizning ichingizdagi baxt. Ichingizdan yarata oling. Doim yodingizda tursin. Xuddi shunday sizning ham настроениyangiz, kayfiyatingiz bo'lmaganda kimdir kulsa jahlingiz chiqadi-ku. Nima kulyapsan deb bolalaringiz nimadir. Ana shunda u biladi, u sizning xafa bo'lganingizni, u alohida, siz alohidaligingizni. Shuning uchun kuladi, lekin bolani men jahlim chiqqanda sen kulma deb turib, uni ham sizning o'zingiz siz xafa bo'lib turgan, men xafa bo'lib turibmanmi, sen ham xafa bo'l deb turib, baxtni birov bilan bog'lab qo'yish, ana shunda bog'lab qo'yishga o'tib ketadi. Yo'q, aslida baxt insonning ichida.
ana shu ichingizdagi baxtni qancha jonlantirsangiz, qancha o'z o'rningizni bilsangiz, hayotdagi o'z o'rningizni bilasiz. Ana shu o'rningizda tursangiz. Aytdim-ku, menga ko'p turib u yoqda savol jo'natdi dedim. WhatsAppda hayotda o'z o'rnimni topmoqchiman. Mana sizlarga kalitni berdim. Men baxtni topmoqchiman. Men baxtli bo'lmoqchiman. Mana sizlarga kalitni berdim. Baxtli bo'lishning kalitini berdim. Sizlarga hayotda o'z o'rningizni topish uchun kalitni berdim. Turmush o'rtog'im bilan baxtli bo'lmoqchiman. Mana kalitni berdim. Turmush o'rtog'ingiz bilan baxtli bo'lish uchun siz oldin o'zingiz baxtli bo'lishingiz kerak. Oldin o'zingizni quchoqlashni o'rganishingiz kerak. O'zingizni yaxshi ko'rishni bilishingiz kerak. Butun tanangizni qabul qilishingiz kerak. Butun tanangizni qabul qilsangiz, turmush o'rtog'ingiz qabul qiladi. O'z tanangiz yoqmay tursa, o'z tanangizdan uyalsangiz, mana shu yeringiz yoqmasa, mana yeringiz yoqmasa, mana yeringiz yoqmasa, qanday turmush o'rtog'ingizga yoqadi? Oyna praktikasini berdim. Ana shunga qarang, o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizni qabul qiling. Butun tanangizni yaxshi ko'ring. Shuncha ham mahkam quchoqlab olgiday bo'ling, o'pib olgiday bo'ling. Kecha bitta o'quvchimiz yozdi, meni o'pmaydi, quchoqlamaydi deb. Mana sizga kalit beryapman. Siz tayyormisiz o'zingizni o'pishga, quchoqlashga? O'zingizni o'ping, quchoqlang, shuncha ham yaxshi ko'ring. Qancha ham yaxshi ko'rsangiz, turmush o'rtog'ingiz sizga aks ettirib sizni yaxshi ko'radi. Shart emas, biz boshqalarga bog'liq emasmiz bizlar. Bog'liqmiz. Hayotdagi vazifalarimizni bajarish uchun bog'liqmiz. Shunchalarim o'zingizni yaxshi ko'ring, shunchalarim o'z hayotda o'z o'rningizni toping. Ana shu o'rningizda doim tura oling. Boshqalar keyin sizni baxtli qiladi. Boshqalar atrofingizda keyin siz bilan aks ettiradi. Boshqa eringizdan, bolalaringizdan. Sizning aksingiz bo'lib olingizdan chiqadi. Turmush o'rtog'im bilan yaxshi emasman. Demak, siz o'zingiz bilan yaxshi bo'lmagansiz. Mana endi yaxshi bo'lishni o'rgandingiz. O'zingizni aslida ichingizda baxtdan uzoqlashib ketgan edingiz. Ilohiyligingizdan uzoqlashib ketgan edingiz. Turmush o'rtog'im uzoqda deydiganlar. Kelmaydi oldimga. Chunki ana shu siz ham o'zingizga o'zingiz bormagansiz. Mana men sizga kalit berdim, o'zingizga qaytishingiz uchun. O'zingizni topdingiz, o'zingizni, muncha qalbimdagi ilohiylik muncha mazza, jannat hissi muncha mazza. Men boshida aytgan edim, erkak sizlar bilan aloqaga kirganda ana shu jannatiy hisni olish uchun keladi degan edim. Mana endi siz ilohiylikni qaytdingiz, endi turmush o'rtog'ingiz keladi. Chunki siz o'zingizga qaytganda ana shu ilohiylikni his qilish uchun olish uchun keladi. Qancha o'zingizda ilohiyligingizni, yaxshiligingizni bilsangiz, shuncha atrofda shu ko'rinadi. Mana turmush o'rtog'im bilan yaxshi bo'lmoqchiman deb muammoda kirganlar. Yechim oldingizmi? Muammom turmush o'rtog'im deb deganlar. Farzandim deb deganlar. Farzandingizni joyiga qo'yishni, u ham yaratganning farzandi ekan. U siz orqali o'tkazdirib berilgan, biomaterial bo'lib bergansiz. U dunyoda katta narsalarni bajarishligi uchun, o'zini namoyon etishligi uchun siz o'tib bergansiz. Lekin u aslida yaratganga tegishli ekanligini, siz qaysidir joygacha siz unga imkoniyat, qulaylik, muhofaza berib turasiz. Lekin uning buyuk vazifalari bor. Siz unga duo bera olasiz, niyat qila olasiz. Kalitni ola oldingizmi? Turmush o'rtog'ingiz bilan ana shu munosabatda qola olsangiz, seni hurmat qilaman, sening shaxsiy chegarangni, fikrlaringni, bor hayotdagi vazifangni, hayotdagi rolingni hurmat qila olaman. Sening o'z shaxsiy chegarang bor, sen chegarangdasan, lekin mening ham chegaram bor. Biz qayerda tutashamiz, sening oldingga boraman. Ana shu joyda biz qandaydir ilohiylikni almashamiz, issiqlikni his qilamiz, ehtirosni almashamiz. Lekin men yana o'z joyimga qaytaman. Sizning ham o'z joyingiz bor. U sizga majbur emas, u sizga doljim emas sizni baxtli qilishga. Nimaga u meni baxtli qilishga majbur deb olgansiz? Doljim emas, majbur emas eringiz. Eringizni tinch qo'ying. O'zingiz bilan o'zingiz baxtli bo'lishni o'rganing. O'zingiz shunday qolgandan bitta xonada ham baxtli bo'lishni o'rganing. Butun tanangizni yaxshi ko'rishni o'rganing. Qabul qiling har bitta donachalaringizni, har bitta joyingizni. Qancha qismchalaringiz bor, hamma joyingizni qabul qiling. O'zingizni qabul qilasizmi? Butunlay qo'l to'tib yuborgandek qabul qilasizmi? Endi qabul qila olasiz. Chunki men yomonman, men tashlandiqman, men kerak emasman, men qulman
degan dasturlarni eritdik. Shuncha vaqtdan beri mana shuni oxirida berishligimning sababi shu. Endi siz qabul qila olasiz. Endi u programmalar hamma bloklarni tozaladik. Men baxt ichimda ekan-ku. Ilohiy ekanman, yoqimtoy ekanman. U qayerdadir bloklarim ekan. Aslida men o'zimni yaxshi ko'raman, dedingiz. Endi o'zingiz qabul qila olasiz. Endi har bir qismingizni qabul qila olasiz. Qabul qilganingizda keyin atrofingizda u ham qabul qiladi. Oynaga qarang. Butun tanangizni tomosha qiling. Bu tana sizga bir marta berildi. Shu tana bilan keldingiz, mana shu yer yuziga keldingiz. His qiling. Yillar davomida yashayapsiz. Ana shu tanani tashlab chiqib ketasiz. Ruhingiz chiqib ketadi. Mana shu tana siz uchun qanday qadrli. Chiqib ketasiz, bo'ldi, tanangiz bilan ko'rishmaysiz. U yana tuproqqa aylanib yo'q bo'lib ketadi. Ruhingiz zamonlar, makonlar ora kezadi, lekin siz ana shu ruhingiz bilan tanangiz yana birlasha olmaydi. Bitta tana berildi sizga, bitta. Mana shu tanangizni yaxshi ko'ring, quchoqlang, tanangiz bilan birlashing, hamohang bo'ling. Oynaga qaraganingizda seni yaxshi ko'raman deb quchoqlab, ko'zlaringizga qarab, seni sevaman deb, sening borliging uchun rahmat deb turib, butun hamma joyingiz seni yaxshi ko'raman butun borliging uchun. Oynaga qarab har kuni butun tanangizni qabul qiling. Shunda keyin ko'rasiz turmush o'rtog'ingiz sizni girdi-kapalak bo'lib aylanishini. Chunki sizdan energiya otilib chiqadi. Siz o'zingizni yaxshi ko'rasiz. O'zingizni o'zingiz qabul qildingiz. Qanchalar yetib bordi mana shu energiya? Qancha mana shu ma'lumot? Rahmat, Gulchehra opa. Rahmat. O'zingizni o'zingiz qabul qilishga, o'zingizni yaxshi ko'rishga, o'zingiz bilan ulanishda bo'ling doim. Turmush o'rtog'ingizni tinch qo'ying. Rahmat o'pichlari uchun. Endi bitta praktika bajaramiz, shu bilan tugatamiz. Hozir men bitta suv olib kelib olayin. Rahmat, Gulchehra opa, aktivsiz. Kim tayyor praktika bajarishga? Tayyormisizlar?
Tayyor bo'lsalaringiz boshlaymiz. Tayyormiz. Rahmat. Chuqur nafas olingizlar. Hozir va shu onda sizni bir oy davomida tayyorladik. O'zingiz xohlagan hayotga o'tish uchun. Bor o'tmish yuklaridan ozod bo'ldik. Toshlardan, qalbingizni o'rab olgan toshlardan ozod bo'ldik. Kimlarningdir hayotiga bog'lanib qolishdan, kimlargadir isbotlab yashashdan, doim baxt kutib yashashdan, atrofdan baxtni kutishdan ozod bo'ldik. Qalbingizdagi asl makoningizni topishga qaratdik. Va shu bugungi kunda asl makoningizni, qalbdagi haqiqiy jannatingizni topdingiz. Qalbingizning o'rtasida qandaydir tushunarsiz, ham og'riqli, ham xursandlik his-tuyg'usini his qilayotgandirsiz. Endi men qanday yashayman? Shuncha vaqtdan beri onamning hayoti bilan yashadim. Shuncha vaqtdan beri atrofdagilar hayoti bilan yashadim. Shuncha vaqtdan beri baxtni kutib yashadim. Endi men nima uchun yashayman? Qayerga qadam qo'yaman? Lekin hozir anglab turibsiz. Ham xursandchilik tuyg'usi, ham ko'p narsani anglab qolganligingizdan, shuncha vaqtdan beri o'zingizni qiynab yashaganingizni, o'zingizdan voz kechib yashaganingizni anglab qoldingiz. Eski kiyimlaringizni tashlab, qalbdagi kiyimlaringizni ham eski kiyimlarini tashlab, yangi hayotga o'tishga hozir tayyor bo'lib turibsiz. Yangi kiyimlarni solib, o'zingiz xohlagan hayotga o'tishga tayyor bo'lib turibsiz. Orqangizga bir qarang. Tasavvur orqali. Butunlay siz bosib o'tgan yo'l. Og'riqlaringiz, siz tushunmagan hayot, hammasi. Asabiyliklar, baqirchaqliklar, butun hayotingizda o'tib ketgan yo'l. Va hozir shu onda yechilgan, tozalangan, butunlay tozalanayotgan hozirgi oningiz. Anglab qolgan. Ichingizdagi ilohiylik paydo bo'lgan on. Xuddiki o'tmishda o'zingizning yelkangiz qisiq, yerlarga enkayib turgan, boshlarini egib turgan ko'rinishlar. Unga qarab, ko'zlariga qarab. Ha, sen borsan. Seni tan olaman. Yuzlaridan silang. Seni qabul qilaman.
Seni yaxshi ko'raman. Bu bizning hayotiy tajribamiz bo'ldi. Men sendan kechirim so'rayman. Seni unutib qo'yganligim uchun. Seni eng oxirgi o'ringa qo'yib qo'yganligim, ko'mib tashlaganligim uchun meni kechir. Sen meni shu joyga olib kelding. Mana shu treningga, mana shu ilmlarga olib kelding. Sening qalbing buyuk. Uning qalbining o'rtasiga qo'lingizni qo'ying. Men sendan minnatdorman. Men seni kechiraman. Men seni butunlay qabul qilaman. Qalbingizdan nur chiqarib, o'sha obrazingizni, o'tmishdagi ko'rinishingizni butunlay qabul qilgan holda o'chirishni boshlang. Eski obrazingiz, o'tmishdagi siz. Balki ko'zingizdan yosh kelar. Uni yaxshi ko'rgan holda, qabul qilgan holda, ilmsiz bo'lganligini tushungan holda, men sen bilanman deb turib o'chiring, birin ketin. Nurga aylanib, yo'q bo'la boshlasin. Butun orqangiz, o'tmishingiz og'dar, to'ntar, keraksiz kiyimlar ko'rinar. Ular ham birin ketin tozalanishni boshlasin. Qalbingizdagi boyagi nur orqali o'sha yo'lda turgan, hayotiy yo'lda turgan hamma narsani tozalashni boshlang. Qabul qilaman. Butun o'tmishimni, butun darslarimni, butun hayotiy darsimni men o'zimni o'zim kechiraman. Butunlay tozalangan bo'lsa, ilohiylik orqali tozalangan bo'lsa, endi oldinga burilib, siz kelajakka, o'zingiz xohlagan kelajakka mana shu kalitlarni olib qadam qo'ymoqdasiz. Qadam qo'yishni boshlang. Siz nimani xohlar edingiz? Endi hayotingizda qo'llab ko'rib, yangi o'zligingiz bilan bir necha qadam bosganingizdan keyin oldingizdan bir eshik chiqadi. O'sha eshik ortida sizning yangi maqsadingiz, orzuyingiz, yangi o'zligingiz. Siz o'sha maqsadingizni daftaringizga yozib qo'ygansiz. Birinchi darsda yozgansiz. Men shu narsani xohlayman deb. O'sha xohishingiz orqali eslagan holda butun hujayralaringizda jonlantiring. O'sha eshik ortida sizning yangi o'zligingiz. Qanday harakatlarni bajaryapti? Nimalar bo'lyapti? Qanday sizning xursandchiligingiz amalga oshgan kun? Nimalar bo'lgan kun? Unda xursandchiligingizni eslang. O'sha xonaga qadam bosishni boshlang. Siz endi bilasiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday munosabatda bo'lishlik kerakligini bilasiz. Ichingizdagi baxt bilan qadam bosishni boshlang. Uning oldiga o'sha baxtingiz bilan qadam bosing. O'zingizni tutishingiz,
xursandchiligingiz, baxtga to'yingan ilohiyligingiz, jozibangiz orqali qah-qah otib kulayotgandirsiz o'sha paytda. Balki chinam restoranda o'tirgandirsiz. Nimani orzu qilib qo'ygansiz? Nimani maqsad qilib qo'ygansiz? O'zingiznikini oling. Nimani his qilasiz o'sha paytda? Butun hujayralaringizga tanishtiring, qalbingizga tanishtiring. Nimani eshitasiz o'sha paytda? Endi ikkinchi eshik chiqadi. Mana shu yangi yil kechasining bir yildan keyingi kecha yoki 5 yildan keyin necha yilga qo'yib qo'ygansiz xohishingizni? O'sha xohishingiz amalga oshgan kun. Oilangiz, farzandlaringiz bilan amalga oshgan kun. Yaxshilab his qiling. Ko'ra oling. Butun hujayrangizga yaxshilab tanishtiring. O'sha joyda sizning yangi o'zligingiz qanday ko'rinishda turadi? Nimalarni his qiladi? Qanday kiyimlarni kiyadi? Endi farzandlariga boshqacha muomala qilishni o'rgandi. Chunki biladiki, farzandlari yaratganniki ekanligini, vaqtincha uyida mehmonligini anglagan holda, ana shu narsani eslab qolgan holda. Endi yana bitta sizning eng buyuk orzungiz. Siz o'sha joydasiz. Qadam qo'yganingizni his qiling. Yaratganning dargohida. Yaratgan sizni chorladi o'sha joyga. Qadam qo'yayotganingizni his qiling. Kiyimlaringizni, oq kiyimlaringizni eslang. Siz Makka-i Madinaga qadam bosganingizni eslang. Tasavvur qiling. Sizni chorlayapti o'sha joyga. Hislaringizni jonlantiring. Tasavvurlaringizni butun tanangizga jonlantirib ko'rsating. O'sha joydagi quvonch ko'z yoshlaringizga erkinlik bering. Sizga buyurildi o'sha joy. Qanday yetib borish kerakligi, nimalardan ozod bo'lsangiz o'sha joyga kirish kerakligi aynan mana shu trening orqali sizga yetkazdirildi. Siz nimadandir ichingizda ozod bo'ldingiz, nimadandir ichingizdan qo'yib yubordingiz. Sovg'a sifatida
buyuk inom sifatida Yaratganning qudrati orqali siz o'sha joyga oson yengillik bilan qadam qo'ydingiz. O'sha joydagi har bir insonga, har bir odamlarga, har biriga e'tibor bering. Balkim Madinadadirsiz. Balki sajda qilib buyuk ilohiyotning oldida quvvatni his qilayotgandirsiz. Yig'lab ko'z yoshlaringiz chiqayotgandir. Men loyiqman. Men ham sevikliman. Men ham sevimliman deb. Balki turmush o'rtog'ingiz bilan o'sha joyga borgandirsiz. Sevgan insoningiz bilan. Chunki uning qadrini oshirdingiz. Ilohiyligini bildingiz. Siz o'sha joydasiz. Qalbingiz xohlagan joy. Qalbingiz doim talpingan joy. Qanday duolar qilyapsiz? Nima amallarni bajaryapsiz? Ketayotganingizdagi narsalaringiz, u yerda joylashayotgan narsalaringiz. İlk bor o'zingiz Zamzam suvlaridan ichib ko'rayotgandirsiz. O'z kaftingiz bilan. Sizga bu qalbingiz tozalanganligi, ilohiylikka yaqinlashganingiz, qudratga yaqinlashganingiz. Kerakmas ichingizdagi narsalarni tashlab yuborganligingiz, ilohiylikni ochganligingiz sizga sovg'a sifatida berildi. O'sha suvni iching, kaftingizga olib, yoki turmush o'rtog'ingiz kafti orqali iching. Butun tanangizga u suvmas, boshqacha ilohiylik bo'lib, tomoqlaringizdan oshqozoningizgacha yetib borayotganligi. Na issiq, na sovuq, na suv, na yegulik. Xuddiki ilohiylik bilan butun oshqozoningizga tushib, butun tanangizga joylanyapti. Ichingizda to'liqlik hissini his qilyapsiz. Mukammallik hissi. Yaratganga tegishli bu his-tuyg'ular, bu tasavvurlar, buni jonlantirib berish o'zingiz borib totib ko'rganingizda, butun tanangizda uni keyin aytib bera olasiz. Men loyiqman deb xursandchilikdan ko'zlaringizdan yosh kelishligi mumkin. Hamma amallarni chiroyli bajarayotganingiz, go'zal joylarni ko'rib, xuddiki yaratganning quchog'ida turgandek his. Xuddiki yaratgan sizni o'z bag'riga olgandek his o'sha joyda turganingizda. Yaratgan sizni o'z bag'riga olgandek. O'sha joydan bor amallaringizni bajarib,
qalbingiz nimanidir qiloldim, uddaloldim, men biloldim deb bajarib, ko'nglingiz qalbingizda to'qlik hissi bilan o'z makoningizga, o'z joyingizga qaytayotganingizda sizni butun oilangiz kutib olganligi, farzandlaringiz, opa-singillaringiz, ota-onangiz sizni kutib olganligi, qanday ahvolda kutib oladi hammasi sizni. Chuqur nafas oling. Sovg'alar ulashi. Aeroportlar, sumkalaringiz. Chuqur nafas olib, bor tasavvuringizni, bor tanlovingizni, bor qaroringizni, bor o'zingizning tilagingizni, bor niyatingizni hammasini bitta sharga solib, hozir ko'rgan, jonlantirgan, o'tmishdagi bir qismingizga ko'rsatib kelgan o'tmishdagi qismingizni hammasini bitta sharga solib, osmonga jo'natib yuboring. Bu bajarilindi, bu bajarilindi. Ko'zlaringizni ochishingiz mumkin. Armon bo'lib qolmasdan, rizqim tugab qolmasdan, kuchim ketib qolmasdan, hajga borgim keladi. Otamni hoji qilib, onamni hoji qilib, Bo'lishing, nimalarni angladingiz, nimalar his qildingiz? hajga borgim keladi. Labbayka Allohumma labbayk, labbayka la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mat. Bajarganlar bo'lishingiz mumkin. Yangi o'zligingizni ko'ra oldingizmi? Bir qismingizdan bir zarrangizga borib qo'yib keldingiz kelajakka. Duolaringiz uchun kaftingizni ochibsiz, albatta bo'sh qaytmaysiz. To'ldirilib qaytiladi. Rahmat hammalaringizga. Shu bilan treningimizni birinchi patogini yopiq deb e'lon qilaman. Ikkinchi patogiga shu bilan ochiq, qabulimizni endi ochiq qilaman. Ikkinchi patogiga qabul ochildi. Tanishlaringiz bo'lsa, qalbingizni mana shu bilimlarni kimgadir ilmingiz kelsa, mana shu ilmlarni siz ham kimgadir yaxshilik tilab, siz ham mana shu narsalardan o'p ko'r, sen ham qalbing mazza qilsin deb turib tilasangiz, o'sha insonlarga aytib taklif qilishingiz mumkin. Rahmat, assalom, mazza qildim. Albatta, Allohga olsin. Ko'rishguncha hammalaringizga, yana boshqa kurslarda, yana boshqa treninglarda ko'rishgunimizcha. Xayr demayman, ko'rishguncha deyman. Yana ham anglashlaringiz, natijalaringiz, bitta natijangiz bo'lsa ham jo'natsangiz, mana shu yana bir oy davomida bu butun umrlik praktikalar natija beradigan. Yana mana shu bir oyning ichida ochiq dastur qoladi. Ochiq dasturda siz nimadir ozgina bo'lsa ham, bittagina bo'lsa ham natijangiz bo'lsa, menga bo'lishsangiz juda ham meni xursand qilgan bo'lasiz. Rahmat hammalaringizga. Gulchehra opa, gapirmoqchimisiz? Mikrofoningiz yondi. Rahmat Ustozjon. Hammasi uchun rahmat. Juda ajoyib dars bo'ldi. Mazza qildik. Alloh rozi bo'lsin. Bilimlaringiz ziyoda bo'lsin. Albatta
nima qilib turamiz, tashlab turamiz. Hozir ham masalan qizlarimga va'da bergandim, krem olaman deb, Green Leaf'ga a'zo bo'lganman-ku. Shu hozir borib olib keldim. Shuni olib kelib yugurib kelib ozgina ketga qoldim. Zato borib olib keldim. Bayramga kecha salonga borib sochlarimni kestirib, qoshmalak qilib qoshlarimni terdirib kiyapman. Allohga shukr. Wow. Hozir kraska qilsam, ertaga bayram xudo xolasa. Zo'r. Bayramda garlarimni tashlab turaman ustozjonim. Rahmat, jo'natilar. Rahmat. Rahmat sizga Gulchehra opam. Mazza qildik bugungi oxirgi darsda ham. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bilimlaringiz bundan ham ziyoda bo'lsin asalim. Minnatdormiz hammamiz. Rahmat jo'natilar. Ko'p yashang, katta rahmat. Rahmat sizga opam. Sizlar bilan ishlab mazza qildim. Rahmat, xayrli bo'lsin hammalaringizga. Aytganimdek, mana shu bilimlar yana kimga kerak deb o'ylasalaringiz, o'sha insonlarni taklif qilishlaringiz mumkin. 28-da qabul ochiq. Yanvarda yangi yildan boshlab yana boshlaymiz. 2-patogini. Rahmat, xayrli bo'lsin hammaga. Yulduz, siz gapirmoqchimisiz? Ishlaringiz bo'ldimi? Nimalar angladingiz, nimalar tushundingiz? Gapirishingiz mumkin. Yulduz? Menimcha vaqti bo'lmagan. Mayli, hammaga rahmat. Yana ko'rishguncha. Ko'rishguncha, xayr tilaymiz haqiqatda. Ko'rishguncha ustozjonim. Mayli, rahmat hammaga. Xayrli bo'lsin. Natijalaringiz bilan bo'lishib turingizlar, xo'p? Ustozjonim albatta.